Hammaga salom. Bugungi vlogimizda men hayotimni va fikrlashimni o'zgartirgan eng zo'r odat kitob o'qish haqida gaplashmoqchiman. Rostini aytsam, kitob o'qish shunchaki hobbi emas. Bu o'z ustiga ishlash uchun eng qimmatli sarmoyadir. Bugun men sizlarga o'zim o'qiyotgan va har bir inson hayotiga kamida bir marta o'qishi shart bo'lgan 4 ta ajoyib kitob haqida gapirib o'tmoqchiman. Birinchi kitob, afsuski menga bu kitobni hozir oldimda yo'q, chunki men ko'p kitoblarimni e-book sifatida onlayn o'qiyman va birinchi kitobimiz bu Atomic Habits. Hamma biladi Atomic Habits haqida, James Clearning kitobi. Agar siz umuman o'qimagan bo'lsangiz, qayerdan boshlashim kerak deb o'ylasangiz, sizga birinchi raqamli tavsiyam bu Atomic Habits kitobi. Nega aynan shu? Chunki bu kitob katta maqsadlarga erishish uchun katta qadamlar tashlash shart emasligi, ayniqsa har kuni kichkina habitlarni olib borishlar katta o'zgarishlarga olib kelishi, 180 darajaga o'zgartirib yuborishni tushuntiradi. Hayotingizni tartibga solish va yomon odatlardan qutulish uchun birinchi bu kitobdan boshlang. Ikkinchi kitob, bu kitobni ham menda hozir oldimda yo'q, u ham variantda o'qiganman. Va ikkinchi kitob Richest Man in Babylon. Babilonning eng boy odami. Va bu kitobimiz moliya va boylik haqida. Babilonning eng boy odami men uchun hamma versiyalari xoh original, xoh yangilangan bo'lsin o'qib chiqdim. Agar siz pul ishlashni, qanday qilib pul ko'paytirishni va moliyaviy savodxonlikni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kitob eng zo'r boshlang'ich. Bu boshlang'ich uchun yaxshi kitob. Qanaqangi har oy qanaqa moliyaviy jihat holda bo'lishidan qat'iy nazar 10% pulingizni saqlab qolishni o'rganasiz va qanday qilib qonun qoidalarni o'rgatadi, moliyaviy erkinlikni o'rgatadi va siz uchun yaxshi bo'ladigan yaxshi zo'r kitob. 3-chi kitobimiz, agar shu self-development o'sish haqida kitoblardan charchasangiz, bu ham bir kitob, Martin Eden Jack London. Bu kitob esa klassika, Jack Londonning Martin Eden asari. Bu shunchaki oddiy hikoya emas, bu insonning irodasi, maqsad siri, intilishi, sevgi va shu haqidagi darslik. Martin oddiy yigitni qanday qilib o'z kuchi va kitob orqali va bilim orqali eng yuqori cho'qqilarga erishgani haqida bu sizga kuchli motivatsiya beradi. Zo'r, chunki o'zim ham shu kitobni o'qiganman va qayta yana o'qiyman. Bu kitob o'zi bu manda fransuz tilida bor. Lekin men buni ham versiyasini inglizchaga o'qiganman va juda ham ajoyib kitob. Va keyin yana bitta kitoblardan bittasi bu Think and Grow Rich. Buni sotib olgandim. Va bu ham moliyaga bog'liq. Napoleon Hill kitobi juda ham ajoyib. Qanaqa fikrlashingizni o'zgartirishda va qanaqa yashash, oyligingizni oshirmoqchisiz yoki yaxshi ish topmoqchisiz, qanaqa o'zingizni sotabilir olishingiz, shunaqa ko'p narsalarni o'rganib olasiz. Va endi yangi olgan kitobim bu oxirgi kitobimiz Power of Now. Bu o'tmishni yoki kelajakni o'ylab qilib yuradigan odamlar uchun juda ham keladigan kitob. Buni endi o'qishni boshladim o'zim ham va bu ham juda ham qiziq kitob. Shu aytib o'tgan kitoblarimiz menimcha 5 dan shunaqa kitoblarni aytib o'tdik. Shulardan boshlash maslahat beraman. Birinchisi aytib o'tgandek Atomic Habits, Richest Man in Babylon, Babilonning eng boy odami, Martin Edenning Jack Londoni va Think and Grow Rich va The Power of Now. Shu kitoblarni o'qishni tavsiya etaman va nasib etsa shu yilda oxirigacha maqsad qo'yganman va sizlarga maslahat beraman. Maqsad qo'yishni qancha ko'p o'qisangiz o'zingiz uchun juda ham yaxshi. Xo'p.